Kanaldan ko'ryapsiz, rasam maqtadi-yu. Endi narxini aytib bir kuzatib o'tirgan obunachalarimizga. Xudo xolasa yaqin qilib misol uchun balanddan kelmaymiz. Bo'ladigan aytib qo'ya qolamiz. Xudo xolasa, ha. Bizlarimizga aka narxini sal o'tib bering. Chunki meni kanalimda birinchi yangisiz, ikkinchidan kanalimizda arzon qo'ygan odam xudo xolasa hammasi sotyapti. Xudo xolasa sotiladi. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakotli qilsin. Misol. Qani? Bismillah. Telegramim ham bor. 24 soat aloqa chiqsa, aloqaga chiqish olsin. Bu kecha soat 11 bo'lib qolibdi, 12 bo'lib qolibdi emas. Telefon qilib. Assalomu alaykum obunachilar, sizlarga arzon joydan topib qo'ydim. Xudo xolasa qo'yilayotgan narxlar sizlarga yoqadi, chunki o'zimga ham yoqadi, xudo xolasa. Chunki Jumonazar akamizni qo'rasiga yetib keldik. Bugun Jumonazar akamizdan mana shu qo'shqonlar to'g'risida to'liq ma'lumot olib beramiz. Narxini eshitib, ishonaveringlar, xudo xolasa narxlari ham yoqadi, qo'shqonlar shaxsan o'zimga yoqdi. 2025-yil 25-dekabr payshanba kuni hammalaringga fayzli va barakotli bo'lsin deya bugun biz videolarimizni boshladik. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optomchilar, arzonchilar yig'ilgan saroyda Jumonazar akamizni qo'y firmalariga tashrif buyurganmiz. Bu yerda sotiladigan qo'chqorlar to'g'risida video davomida batafsil yoritib boramiz. Kommentariyaga yozish esdan chiqmaslardan like bosib turasizlar. Xudo xolasa buni narxini qo'yib beramiz. Narxini eshitib xudo xolasa otangga rahmat deb yozib bersizlar. Jumonazar aka, va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Jumonazar aka. Sizlarmi? Charchamasdan. Xayrli bo'lsin payshanba kunlaring. Kirib kelayotgan juma ayyomlaring muborak bo'lsin. Sizlardan like bosinlar. Xudo xolasa arzon qo'ylar chiqaradi. Jumonazar aka obunachilarga sizni maqtab qo'ydim. Optim joyga yetib keldim deb aytdim. Xudo xolasa o'tdim. Xudo xolasa, optim joyga yetib kelganimizda misol uchun 10 ta olsa ham bizga bitta odam ham har 10 ta odam ham har Xudo xolasa, ajratmaymiz. Bo'ldi. Bu bitta olarkan deganiga xayol yo'q. Ko'pchilikda shuni xayol bo'larkan-da. Bo'ladi. Obunachilarimiz hali optimiga aytayapti-yu, buni bitta sotishmasmikin degan mavzu ham bo'lib qoladi, misol. O'shaning niqasidan aytayapman. Shuni yilganligi uchun aytayapman. Bir dona olsa ham o'sha aytilgan yerga tashlab yetkazib beraverasiz. O'shaning uchun Jumonazar akamning xonadoniga tashrif buyurdik, qo'y firmalariga keldik deb obunachilar bekariga aytmadik, chunki xudo xolasa birinchidan avvalo ba'zi ko'p maqtamaymiz, chunki maqtasalar narx ko'tarib olishlar mumkin-da. Yo, lekin xudo xolasa narx ko'tarmaydilar, anaqa narsa bo'lgan emas, avvalo bo'lmasin. Lekin men o'zim haqiqatan Jumonazar akamga aka shunaqa video qilamiz dedim. Mana xo'p deb, mana bo'lmasa videolarimizni boshladik. Obunachilar narxi yoqsa, qo'ylarimiz yoqsa like bosib turasizlar. Jumonazar aka, xudo xolasa bugun necha parta chiqaramiz aka? Obunachilarga necha parta ko'rsatamiz? Ma'noli qo'ylar chiqadi. Xudo xolasa. Foydali, manfaatli. Xudo xolasa. Zo'rlarni obunachilar sizlarga yomon tavsiya qilmayman. Zo'r joyidan, arzon joyidan video qilaveraman. Zo'r joy degan sababi qo'yda avvalo baraka bor, chunki xudo xolasa olgan insonlar baraka topadi. Chunki qo'yda baraka bor-da, o'shaning hisobiga. Xo'p, buni Jumonazar aka soniga nechta aka bu? 15 ta. Soniga 15 ta. Hammasi qo'chqor variantidan. Xo'p, Jumonazar aka buni qayerda qo'chqorlari bu aka? Hisori qo'chqorlar bular. Hisori qo'chqorlar. Ha, bular yemga o'rganibdi, xudo xolasa obunachilar hozir ko'rsatamiz. Mana, shu anavarlar. Yemini yeb turgan yerdan. Oldini xudo xolasa aqiqalarga, ehsonlarga so'ysa bo'lar ekan-a. Chunki badani semiz ekan obunachilar, shaxsan o'zimga ham yoqdi. Xudo xolasa, endi qaysi obunachimiz olishdan qat'iy nazar har bitta obunachimizga yoqadi, chunki yoqadigan qo'chqorlar. Obunachilar qo'lni o'zi yemga o'rganib bo'pti. Mana, o'zgaradigan qo'chqor mashalpazda xudo xolasa, chunki odamlar xurksa, yo bir ovqatga bormay tursa, unda cho'zsangiz bo'ladi. Olmay qo'ysangiz bo'ladi, lekin mana shu holatda yurib beryaptimi? Znach qo'hmay olavering. Baraka topasiz, xudo xolasa mana. Jumonazar akam haqiqiy qo'ylardan o'rgatib bo'pti o'zi. Xudo xolasa. Chunki avvalo hamma insonda ham bitta narsa bor. Libo yerga ham
misol oddiy yerga ham bir tomchi mehr, ozgina mehnat kerak. Bu qo'chqorlarga ham ozgina mehr bilan, bir tomchi mehr bilan 2 qop kepa bilan xudo xolasa. Tayyor bo'ladi o'zi. Aka, buni bo'ylari qanaqa chiqyapti aka? Obunachilarimizga. Plus minusga olish olsam, 80 plus minus. ha. Mana shu 85 chiqaveradi. 85 chiqaveradi xudo xolasa. Xo'p, aka, bularda endi obunachilarimizga narxini tezda yoritib beraveramiz. Sanjarbek rasam maqtavardi, Muhammad Uz kanalidan ko'ryapsiz, rasam maqtadi-yu. Endi narxini aytib kuzatib o'tirgan obunachilarimizga, Xudo xolasa yaqin qilib misol uchun balanddan kelmaymiz. aha, Bo'ladigan aytib qo'ya qoladi. xudo xolasa, ha. 4,5 desak endi birinchisini qarab to'g'ri kelmay Ammo kanalimizga kanalimizga yangisiz. Ha, yangimiz. Xudo xolasa bundan bog'ga chiqib turamiz. Xudo xolasa. Imkoniyatni boricha arzonroq qilib chiqarishga harakat qilaveramiz. Arzon qo'yib berasiz narxini. Aka, buni 4,5 deyapsiz. Buni aka, Yo'q, 4,5 demadim. ha. 4,5 desam balandroq qo'yadi. Ana gapingiz gap yo'q. Ha. Buni aka necha pul qo'yib beramiz obunachilarimizga? Hammasini bir joyga sotyapman, tasavvur qilavering. 4,400,000 dan bir joyga olishsin mana. Endi obunachilar 4,400,000 dan qo'chqorlar nima deyapti? Qo'chqorlarimiz xushchod jonivorlar. O'zi obunachilar uyga borgandan keyin bu qo'chqorlar nima yeyapti, nima bersam ekan deganlarga mana hop so'z isboti bilan somonni yeyapti. Bu yerdan yelmaydi chunki o'xir kuyib qoldi bag'da. Xo'p, aka, buni obunachilarimizga aka narxini sal o'tib bering. Chunki meni kanalimda birinchi yangisiz, ikkinchidan kanalimizda arzon qo'ygan odam xudo xolasa hammasi sotyapti. Xudo xolasa sotiladi. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakotli qilsin. Misol. Qani? Bismillah. Yana o'tib beraymi Sanjarbek? Aka, o'tib bersangiz obunachilar Sanjarbek aytganiga olib qo'ydi buni deb jali bo'lishmasin. Bo'ldi, o'tib beramiz unda. Necha pul qilib beramiz aka? Necha puldan qilib beray? Mana. Bo'ladiganini aytingiz. Aka, birga betaymi? 4,5 demadim. O'zim savdogarman. Ha? Savdogarman. Savdogarsan sen. To'g'ri. Aka, mashina vash qo'yinlaringizni avvalo barakasini bersin, qo'chqorlarni hammasini. Obunachilarimizga mana 44 dan qo'yib berasiz. Obunachilarimiz xudo xolasa Mash kanaldan ko'rdik deyishadi-da. Yana rahmat aytishadi. Endi yana qarab turing bitta narsa. Endi buni Sanjarbek 44 dan so'radi-yu, habobni hadib olish olmaydi ham. To'g'ri. Bitta so'raymi yondirib. 4,300,000 dan obunachilaringiz beraldingizmi? Olganga sotganga Xudoyim barakasini bersin. Barakasini bersin, to'g'ri. Kameraga qarab kulib gapiravering. Men bozor narxidan, men har bitta borgan qo'ramga mana eshitib turing. Bozor narxidan eshitib turing. Men to'g'risi 200 ming, 250 ming arzon so'rayman. Sababi o'sha arzonni olsa keyin baraka topishadi. Misol uchun bozorda qandaycha arzon bo'lmasa, kanalim rivojlanmaydi. Bozorda olgani yaxshi bo'lib qoladi. Ana shunday aka. O'shaning uchun mana bozordan 200 ming arzon olsa, Xudo xolasa ostonangizga kelishadi beyga. Kelishdik. Obunachilar barakasini bersin. Olganga ham sotganga obunachilar 4,300,000 so'mdanga hammasini bir joyga olganga 4,300,000 so'mdan oldim desalaring mana Qo'chqorda Jumanzor akam, aka, bu yetkazib berish qaygacha bo'lardiki? Hammasini olsa 15 tani. 15 tasi bir joyga. Bir joyga olsa Samarqandgacha yetkazadi. Samarqandgacha. Bitta ikkita bo'lsa Toshkentgacha. Toshkentgacha. O'ylashmasin. Bitta olsam, ikki kishi bitta qo'yda olsa ham yetkazib olib beraman. Ot, gap yo'q, Alloh rozi bo'lsin, topganingiz baraka bersin. Lekin obunachilar, haqiqatan men arzon joyga yetib keldim. Bekarga video davomida aytganim yo'q, arzon joyga yetib keldim deganim yo'q. Chunki arzon joyga keldingizmi? Arzon joyga keldim deb aytish kerak. Lekin Xudo xolasa obunachilar, olgan qo'chqorlaring sizlarga yoqadi. Aka, buni ichidan bitta, ikkita olamiz deysa ham o'sha narxda ketaveradimi aka? Dab obunachilarimiz so'rashadi misol. Buni hammasini bir joyga tanlab olsa 4,400,000 100,000 plyus qilayak. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ko'p aytmadim. 4 million. Misol uchun buni ichida balandga sotiladigan qo'ylarim, incha balandga sotiladigan bor. Mayli tanlab olsin, dastlabki puliga. Aha. 100,000 dan qo'shib berishadi, ketaveradi.
Bob bor ekan. Alloh rozi bo'lsin aka. Gap yo'q. Haqiqiy optimchiligingizga bordingiz, lekin tan berishinglar. Xudo xolasa. Lekin obunachilar shaxsan misol o'zlaringga aytaveraman, 4 million 300 ming so'mdanga narxi zo'r bo'ldi. Olishlaringni tavsiya etamiz. Chunki bunaqa narxda bilmayman qayda bor, lekin mana Jumanzor akamga Xo'p, Jumanzor aka buni ma'lumotini misol bitta, ikkita olamiz yo hammasini bir joyga tort Jumanazar deyishadigan bo'lsa, aka batafsil video davomida men yoritib beryapman. Siz ham Telegram, Instagram, WhatsAppdan chiqsa, polni ma'lumotini beraverasiz. O'yini o'lchab, hammasini raqib berilaveradi. Ma'lumotlar beriladi. Polni ma'lumotlarni berib o'taverasiz, xudo xolasa. Obunachilar, qo'chqorlar olishlarini tavsiya etamiz. Qo'chqorlar shaxsan o'zimga ham yoqdi. Bo'lmasa Jumanzor aka ikkinchi partiyamizga navbatni beraveramiz aka. Obunachilar, ikkinchi partiyamizga sarig'idan so'raganlarga sarig'idan, qorasidan so'raganlarga qorasidan mana chiqardik. Xudo xolasa, qo'chqorlarimiz sizlarga yoqadi. Nimagaki? Gazli qo'chqorlar ekan. Mana birin-biri o'tib borib, qo'chqorni uzunligiga e'tibor bering. Haqiqatan yoqadi. Qo'chqorlarni, hop, Jumanzor aka buni soni nechta aka? 14 ta. Soniga 14 bosh. Bari qo'chqor. Bari qo'chqor. Bularda yosh oylik qanaqa aka? 8-9 oylik. 8-9 oylik atrofida, xudo xolasa. Hop. Aka bularni bo'ybasi qanaqa chiqyapti? 75 plyusga olish olsin. 75 plyusga olishaveradi. 75 plyus. Xo'p, aka bularni narxi nech puldan aka endi? Qisqa va unda video qilamiz dedingiz, to'g'ri vaqtingizga kamroq bilaman. Narxi qanaqa aka buni? Narximi? Bo'ladi qanday aytaymi, yo o'tkazamizmi? Aka, men o'zim bozorchiman. Aytdim-ku sizga. To'g'ri, bozorchisan. Narxni bilib turamiz misol. Mana 4 milliondan bir joyga olsin. 4 million so'mdan. Bo'ladi. Lekin meni ham qo'yib qoldirdingiz o'g'il bolaga. Lekin qo'ygan narxingiz menga emas. Obunachilar babbaraka gap yo'q. Obunachilarimiz Navodan tepasiga kelib ko'ramiz ishadigan bo'lsa, barakani o'zlariga berasiz. Kelishdik. Xudo xolasa biz obunachilar nomidan telefon qilsa ham, telefonda ham baraka. Telefonda ham bemalol barakani olaversin, xudo xolasa obunachilar. Lekin 4 million so'mdan obunachilar nihoyatda chiroyli narx bo'ldi. Meni nazrimda xudo xolasa bozor narxiga qaraganda ancha arzon bo'ldi. Chunki qo'chqorlar 4 million so'mga olganingizga arziydi. Arziydigan qo'chqorlar. Arzimaydigan qo'ymaymiz. O'zimizga yoqmagan narsani birovga tavsiya qilmaymiz, to'g'risiga. Qo'chqorlar mana xudo xolasa bularni ham aqiqaga, ehsonlarga so'ysangiz yaraveradi. Chunki yemini yeb turgan qo'chqorlar mana. Hoy jonivorlar. Men qo'chqor liniyasiga ishqiboz bo'ldim. Haqiqatan uzun oyoq qo'l uzun gazli qo'chqorligi uchun olishlarini tavsiya etamiz. Chunki mana xudo xolasa mash qo'chqorlarni olib qurbonlikka chiroyli qilib olib borsangiz 1,5-2 chiroyli qarab qo'ying, barakasi o'zida. Xo'p, Jumanzor aka Telegramdan, Instagramdan, WhatsApplar bor, xudo xolasa. Telefon qilsa ishlarini chiroyli qilib bitirib berasiz obunachilarimizga. Xudo xolasa bitirib beriladi. Bitirib berganmiz, bundan bag'am bitirib beramiz. Xudo xolasa. Ha, mana shu qo'yilib turgan nomerda WhatsApp ham, Telegram ham bor. 24 soat aloqaga chiqsa, aloqaga chiqish olsin. Bu kecha soat 11 bo'lib qopti, 12 bo'lib qopti emas. Telefon qilish olsin, javob beryapmiz, javob beramiz. Xudo xolasa. Obunachilar bo'lmasam, hop. Video davomida so'zlarimizda, gaplarimizda qandaydir bir xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. O'sha xato kamchiliklarni qaytarmaslikka imkon darajada harakat qilamiz. Qadringizdan qadringiz baland bo'lsin deya Muhammad Uzga chiroyli qilib kommentariyasi otangga rahmat deb Jumanazor akamga shaxsan mashinada qo'chqorlarni olib kelib xalqimizga ulashayotgani hisobiga chiroyli qilib minnatdorchilik bildirib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.